Urushlar insoniyat tarixining ajralmas tarkibi bo'lib kelgan. Aslida ham jamiyat tarixiga qarasak, odamlar bir urushdan boshi chiqmay, boshqasiga sho'ng'ib ketavergan. Bunda davr va madaniyat doim g'oliblarni ulug'lab, mag'lublarni qadrsizlantirishga harakat qilgan. Ammo bugun biz urushlardagi g'oliblar va mag'lublarga mutlaqo boshqacha nuqtadan nazar tashlab ko'ramiz. Bugun biz bu ikkala tushuncha o'rtasidagi chegara har doim ham tekis o'tmasligi, zafar va yengilishlar ba'zan bir narsa bo'lishi mumkin ekanligini muhokama qilamiz. Buning uchun biz yaqin o'tmishdagi yirik urushlar va ularning istilojlarining tarixiga nazar solamiz. Demak, muhokamani bu urushda mag'lub bo'lgan tomonlardan boshlasak. Urushda yutqaza turib yutganlar. E'tiboringizni eng avvalo Birinchi jahon urushining eng ayanchli mag'lubi Turkiya davlatiga qaratsak. Turkiya tarixida Usmoniylar imperiyasi o'z davrida dunyoning eng qudratli mamlakatlaridan biriga aylangan edi. U bilan Yevropaning mustamlakachi davlatlari ham, Sharqning kuchli monarxlari ham hisoblashishga majbur edilar. Lekin 19-asr oxiri va 20-asrning boshiga kelib, bu ulkan imperiya allaqachon ichidan yemirilishi va uning monarxlari borgan sari boshqaruvni qo'ldan boy berishini boshlagan edi. Mana shunday vaziyatda Usmoniylar Birinchi jahon urushini o'z saltanatini saqlab qolish uchun oxirgi imkoniyat deb bilishdi va so'nggi noilojlikdan Germaniya tomonidan turib Antanta ittifoqiga qarshi urushga kiradi. Bunda Turkiyaning taraf tanlashda ham erki yo'q edi. Uning shimoldagi azaliy dushmani Rossiya imperiyasi va uning O'rta Yer va Qizil dengizdagi raqiblari Britaniya imperiyasi va Fransiya Antanta tarkibida edi. Bu urush ular uchun nima bilan yakun topganini yaxshi bilamiz. Buyuk Usmoniylar imperiyasi yerlarining katta qismi g'oliblar tomonidan taqsimlab olinadi. Bu mag'lubiyat Turkiya degan yangi davlatning paydo bo'lishiga olib keladi. Aynan ana shu mag'lubiyat konservativ monarxiya tuzumini ag'darib, shiddat bilan o'zgarib borayotgan, zamon talablariga mos keladigan yangi islohotlarga yo'l ochadi. Turklar o'z qadriyatlarini qayta ko'rib chiqishga majbur bo'ladilar. Ular endi sanoat va madaniyatini rivojlantira boshlagan edi. Yangicha qadriyat va yangicha qarashlar ustiga qurilgan yangi Turkiya davlati tarixdan to'g'ri xulosalar chiqarib, Ikkinchi jahon urushida neytrallikni saqlab qolishdek yutuqqa erishadi. Turkiya iqtisodiy o'sishda ulkan qadamlar tashlab, bugun biz bilgan Turkiya mavqeyiga erishdi. Turkiya Birinchi jahon urushida mag'lub bo'ldi, lekin bu mag'lubiyat ularga ulkan zafarlar keltirdi. Lekin afsus, bugun Turkiya yana tarix saboqlarini unutib, turli nizolarga bosh qo'shilishga moyillik bildirmoqda. Balki u mag'lubiyat og'riqlarini unutgandir. Nima bo'lganda ham turklar Birinchi jahon urushida eng katta yutuqlar bilan chiqqan mag'lublar edi. Yana bir mag'lublardan biri Germaniya. Har tomondan yirik mustamlakachi davlatlar tomonidan qisilib, o'rtada qolib ketgan Germaniya 20-asr boshiga kelib, bu dunyo sarhadlaridan o'z ulushiga ega bo'lishni istab qoldi. Shunday g'amgin ilishda boshlangan urush tez orada jahon urushiga aylanib ketdi. Birinchi jahon urushidan Germaniya juda og'ir mag'lubiyat bilan chiqadi. 2 million askar boy berilishidan tashqari, u sharqda va g'arbda katta hududlaridan ham mahrum bo'ladi. Bundan tashqari, Versal sulhi Germaniya armiyasini 100 mingdan oshmasligini cheklab qo'yadi. Bu mag'lubiyat nemislarda chuqur alam hissini qoldiradi. Lekin armiyadan mahrum bo'lgan millat endi harbiy xarajatlarni boshqa maqsadlarga yo'naltirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Nemislar sanoat va texnologiyani shiddat bilan rivojlantiradi. Qisqa muddat ichida Germaniya muhandislik va kimyo sanoati bo'yicha oldingi o'rinlarga chiqib oladi. Jamiyat jahon urushidagi mag'lubiyatni shu tarzda yutuqqa aylantiradi. Ammo Germaniya bu intilishlarni harbiy maqsadini ko'zlab amalga oshira boshlaydi. Harbiy texnikani rivojlantiradi va boshqaruv imijimida yangi urushga tayyorgarlik ko'ra boshlaydi. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Xalqning birinchi urushdagi mag'lubiyatdan qolgan alamidan
Gitler ustunlik bilan foydalanadi va Germaniya yangi urushni boshlab beradi. Lekin baribir tarix o'z so'zini aytdi va Germaniya o'zi boshlagan 2-jahon urushida ham og'ir mag'lubiyatga uchradi. Bu mag'lubiyat yuki uning yelkasiga 45 yil osilib turdi. Mag'lub sifatida uning hududi ikki raqib dunyo bo'lgan sotsialistik va kapitalistik tuzum o'rtasida bo'linib olindi va xalq 89-yilgacha ikki keskinlik o'rtasida xomtalash bo'lib yashadi. Ikki siyosiy va iqtisodiy qutblar o'rtasida ulg'aygan yangi Germaniya o'z mag'lubiyatlaridan qimmatli yutuqlarni chiqara bildi. Nemis xalqi o'z qarashlarini tubdan qaytib ko'rib chiqishga, qadriyatlarini boshqatdan taroziga qo'yib ko'rishga va izlanishga majbur bo'ldi. Jamiyat esa o'zini o'zi isloh qildi. Bugunga kelib bu mamlakatning siyosiy va iqtisodiy tuzilmasi, ilm fani va madaniyatdagi yutuqlaridan butun dunyo o'rnak olib yashayapti. Germaniya ikki dahshatli urushda mudhish mag'lubiyatga uchramaganida u bugungi buyukligiga erishgan bo'larmidi? Bu haqida o'ylab ko'rsa arziydi. Yaponiya Birinchi-jahon urushida Antanta tomonidan turib jang qilgan Yaponiya o'z imperialistik maqsadlariga erisha olmadi va Ikkinchi-jahon urushida bu orol mamlakat endi natsizm tomonidan qo'shilishga qaror qiladi. Bu tanlovda yapon xalqining va ularning asriy dushmani xitoyliklarga bo'lgan milliy adovat katta rol o'ynaydi. Yaponlar o'z hududlarini birdaniga ham g'arbdan, ham janubdan kengaytirishga kirishadilar. Ammo g'arbda Xitoy va janubda Britaniya unga yetarlicha qarshilik qiladi. O'yinga AQSh qo'shilishi bilan esa masala yaponlar uchun mutlaqo salbiy tus oladi. AQSh Yapon shaharlariga ikkita atom bombasini tashlaganidan keyin Yaponiya o'z imperialistik intilishlaridan voz kechadilar. Yapon iqtisodiyoti shu mag'lubiyat sabab armiya yukidan xalos bo'ldi va ulkan qadamlar bilan taraqqiy eta boshladi. Kichik orolda joylashganiga qaramasdan bu mamlakat ilm-fan va texnologiya yordamida ozidan unumli foydalanish qanday bo'lishini butun dunyoga namoyish qildi. Bugun iqtisodiy rivojlanish bo'yicha yetakchi davlatlar qatorida turuvchi Yaponiya shu muvaffaqiyatlariga erishishida katta urushdagi katta mag'lubiyat sabab bo'ldi. Ko'rib turibmizki, urushdagi mag'lubiyat ham jamiyatdagi ma'lum omillarni harakatga keltirib, uning ichidan yangilanishi, insonlarning ongining o'sishi va to'g'ri qarashlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Urushda yutib yutqazganlar. Masalaning boshqa bir tomoni ham borki, urushda g'olib kelgan tomon ham o'z zafarlari sabab deyarli doim katta yo'qotishlar qiladi. Biz bu holatni Ikkinchi jahon urushining g'olibi Sovet ittifoqi misolida ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi jahon urushining eng katta jabr ko'rgan g'olibi bu Sovet ittifoqi edi. Birinchi jahon urushiga Rossiya imperiyasi Antantaning boshqa a'zolari bilan o'zaro yordam bitimi bo'lgani uchungina qo'shilgan edi. Ammo imperiya armiyasining ahvoli juda ayanchli ahvolda bo'lgani uchun Rossiya urushda juda katta talofatlar bilan chiqqan. Ruslar 1,700,000 qurbon berib, Birinchi jahon urushining g'olibiga aylanishgan edi. Ikkinchi jahon urushiga sovetlar nisbatan yaxshiroq tayyorgarlik bilan kiradi, lekin bu qurbonlar sonini kamaytirmaydi. Sovet ittifoqidan Ikkinchi jahon urushida 10 million harbiy va yana shuncha tinch aholi qurbon bo'ladi. Kapitalistik dunyo bilan raqobatda sovetlar O'rta Sharq, Lotin Amerikasi, Janubiy Sharqiy Osiyoda o'z mafkurasini ommalashtirish uchun katta mablag'lar sarflaydi. Ehtimoldagi yadro urushiga tayyorgarlik mamlakat iqtisodiyotini batamom holdan toydiradi va ittifoqni ichidan yemira boshlaydi. Sovetlar o'z mamlakatlarida islohot olib borish o'rniga tinchlik eltuvchilari bo'lib, turli joylarda harbiy mojarolarga aralashadi. Natijada mamlakatning faqat harbiy va harbiyga bevosita aloqador sohalari rivojlanadi. Boshqa sohalar esa zamondan sezilarli orqada qoladi.
Sovet ittifoqi Ikkinchi jahon urushida g'olib bo'lgan bo'lsa-da, urush yakunlarini ko'tara olmay, davlat sifatida barham topdi. Bugun biz buyuk urushlar, ulardagi g'oliblar va mag'lublarning tarixiga biroz noodatiy nazar tashladik. Muhokamamiz bizga shuni oshkor qildiki, har qanday mag'lubiyat yutuq sifatida ko'rilishi va ayni paytda har qanday zafar mag'lubiyatdek og'ir bo'lishi mumkin. Biroq tarix va bugun bir haqiqatni takrorlashdan charchamaydi. Hech bir yutqazishlarsiz g'alaba bu faqatgina tinchlikdir.